Men kasbiy hayotimda erishgan barlig'imni o'sha chempionlikka tegishishni xohlayman. Mana bu Harry Kane'ning birdan-bir orzusi. 2024-yili 7-oyning 15-kuni u zapas a'zolar o'rnida Ispaniya komandasining ajallik to'p kirgizib, musobaqani oxirlashtirganligini ko'rganida yana bir qitim orzu bilan reallik o'ttirsida tenirqab o'ltirib qolgan edi. 5220 kunlik kasbiy hayotida 7 qitim hal qilg'uch musobaqa bosqichiga kirish. Ammo o'xshashla yana chempionlikdan qo'rqib qelish. Shuningga yo'g'rilgan azob yoshlari. 5-oyning 4-kuni Leverkusenning musobaqasi oxirlashgandan keyin 2 minutga yetmagan vaqt ichida keyin tez suratda o'zining ijtimoiy aloqa suhbatida oddiy bir chempionlik belgisini chiqarib qo'ydi. Lekin bu chempionlik belgisi uchun u mana to'p-to'g'ri 15 yil tirishdi. 2010-yili 16 yoshli keyin zapas a'zo sifatida England U7 yoshlilar komandasida Algarve Lonqisini talish musobaqasining chempionligiga erishgan. Shuningdan keyin o'z tirishchanligi orqali tadrijiy holda dunyo futbol munberdagi eng mukammal o'ttir hujumchilarning biriga aylanib, ilgari keyin bo'lib England davlat komandasi va Hotspur komandasining tarixdan buyongi merganlar shoyi. Dunyo Lonqisi oltin o'tik sohibi qatorliq yuqori shon-sharaflarga erishdi. Ammo yomon yeri uning ta'liy izchil qosh kelib, qarab turib nech qitimlab chempionlikni qo'ldan berib qo'ydi. Ilgari keyin bo'lib 2 qitim Yevropa Lonqisini talish musobaqasida 2-chilikka, 1 qitim Yevropa o'zg'onliq jangida 2-chilikka, 1 qitim England darajadan tashqari birlashmasida 2-chilikka erishishdan iborat 7 qitimliq 2-chilik sharfi. O'tgan yili keyin bayramga kelganda hammaylar uni oxiri chempionlikka erishadigan bo'ldi deyishgan edi. Natijada bu Germaniya A darajaliklar birlashmasidagi mutlaq hukmron komanda to'satdan o'z tarixida oz uchraydigan hammadan qo'rqib qelish pasligiga duchor bo'lib, hech qanday birinchilikni qo'lga keltirolmaydi. Shuningdek, birlashmadagi o'da 11 qitimliq chempionlik natijasi o'zib tashlanadi. Hatto ba'zi musobaqalarda to'rtin darajalik komandalar tarafidan nishonlanadi. 5-oyning 3-kunidagi Leipzig qizil kal bilan o'ynaladigan musobaqadan burun keyin axborot vositalariga chempion bo'lib qolmagan ishining doim boshqalar tomonidan tilga elinadiganligini, birinchilikni elish orqali ularning og'zini yumdirish orzusi borligini degan. Mana nurg'un qitimliq g'olibiyat ishki oldidagi mag'lubiyat va afsuslanishdan keyin oxir tiz bukmaslik, qat'iy davomlashtirish va mangu bel qo'yib kasbiy tanarkat stili bilan o'zining 15 yillik kasbiy hayotidagi tunji chempionlikni qo'lga keltirdi. Mana shu tapdagi keyinning vujudida biz har bir orzuga intilguchining soyasini ko'rgandek bo'lib turibdimiz. Faqat siz bel qo'yib etmasangizlar, chempionlik ishiga aman echilg'usi.